Ayoz bobo ertakdagi yalmog'iz kampirni aslida ayol aktrisa emas, balki erkak aktyor o'ynaganligini bilarmidingiz? Bolaligimizda ushbu yalmog'iz kampir bizni ham kuldirardi, ham qo'rqitardi. Biz uni haqiqiy yalmog'iz kampir deb o'ylardik. Aslida esa ushbu rolni erkak kishi o'ynagan. U ham bo'lsa, kelib chiqishi fransuz aslzoda. Bu genial aktyorning asl ismi Georgiy Miller. U millioner fransuz muhandislar oilasida tug'ilgan. Haqiqiy familiyasi Demilio bo'lgan. U bir emas, bir nechta xorijiy tillarni biladi. Kinoda unga maxluqlar, jinlar kabi rollarni berishardi, chunki uning o'zi mendan boshqa hech kim shunday chiroyli yuzni bunday xunuk grimga fido qilgisi kelmasdi deb aytgandi. Uning shaxsiy hayoti uzoq vaqt davomida sirli hamda yolg'iz kechdi. Georgiy yoshlik paytida teatrdagi bitta ayolga uylanadi, ammo ko'p vaqt o'tmay uning ayoli bitta erkakdan xiyonat qiladi va undan homilador bo'lib qoladi. Va homilador bo'lib qolganini Georgiyga aytadi. Buni eshitgan Georgiy qattiq azoblanadi va tushkunlikka tushadi. U uzoq yillar davomida ayollarga umuman ishonmay qo'yadi. Xiyonatdan keyin Georgiy 65 yoshgacha qaytib uylanmaydi. U kichkina bir kommunal kvartirada o'z onasi bilan yashaydi. Onasi vafot etgandan keyin u yana qayta qattiq tushkunlikka tushib qoladi. Ana shu paytda bir mo'jiza sodir bo'ladi. U o'z qo'shnisi beva bo'lgan bir Mariya ismli ayolni sevib qoladi va unga uylanishni taklif qiladi. Shunda Mariya Georgiyga qarab, "Ushbu yoshda menga erkak kishini endi nima keragi bor?" deb aytganda, yumor hissiga boy bo'lgan Georgiy, "Axir men erkak kishi emasman, men yalmog'iz kampirman" deb kulib javob beradi va ko'p o'tmay ularning to'ylari bo'lib o'tadi. Georgiy Mariyani 3 nafar farzandini o'z farzandlaridek qabul qildi va ular chorak asr davomida baxtli hayot kechirishdi. Georgiy hayoti davomida juda ham muomalali, madaniyatli va bolajon inson edi. U cho'ntagida doimo konfetalarni olib yurardi. Bolajonlarni ko'rganda o'sha konfetalarni bolalariga ulashardi. Biroq kinoda unga jiddiy e'tibor berishmaydi. Uning vafotidan atigi 4 yil oldin, ya'ni 85 yoshida xalq artisti degan unvonni berishadi. Umrining oxirida uni kinoga umuman chaqirmay qo'yishgan. U hayoti davomida nochor bo'lib yashadi, ammo hayotdan umuman nolimadi. Kichik bir rol berishsa ham o'sha rolni katta mas'uliyat bilan ijro etgan. Afsonaviy aktyor 1993-yil 4-iyun kuni o'z uyida uyqu paytida bu dunyoni tark etadi. Aktyor o'limidan oldin o'pkasini qattiq shamollatib qo'ygandi. O'shanda 90 yoshiga to'lishiga atigi bir necha oy qolgandi. Georgiy Miller yovuz qahramon yalmog'iz kampir orqali bizga unutilmas mehribon xotiralarni qoldirib ketdi. Georgiy Miller bolalikdagi xotiralar uchun rahmat.